Men Azima Azam va ko'p yillik tajribaga ega ayollar va bolalar massajistkasiman. Hozirda Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida ayollar va bolalar massajida ish faoliyatimni olib boryapman. Bilimlarimni yanada mustahkamlash uchun poytaxtimizdagi eng yaxshi mutaxassislardan, massajistka va ortopedlardan ilmlar olib, diplom sertifikatlarga ega bo'lganman. Shu kungacha 1000 dan ortiq bemorlar bilan ishladim va 20 dan ortiq bolajonlarimizni yurgizdim. Hozirda 10 dan oshiq insult, infarkt, mikroinsult va miya falaj bemorlarimizni davolab natijaga chiqdik. Bizda massajdan tashqari 15 dan ortiq muolaja turlarimiz mavjud. Bular fizioterapiya, ignoterapiya, chertma hujumi, sunnat uchka bilan hujumi, zulik, vaginalniy zulik, asaliy massaj, olovli banka, parafin, tochkalar bilan ishlash va nichkalarimiz mavjud. Aytib o'tgan muolajalarimizga ehtiyojingiz bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. Sog'lik oliy ne'mat. Bunga befarq bo'lmang. O'zingizni professionallarga topshiring.